Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 13-darsini o'qiymiz. Biz o'tgan soatlik darsimizda maf'ulun bih bilan tanishib chiqdik. Biz bugun maf'ulun fih bilan tanishamiz. Biz darsimizni boshlashdan ilgari arab tili grammatikasining umumiy xaritasini bugun o'qimoqchi bo'lgan darschilik qisqacha eslab o'tamiz. Arab tili grammatikasi, ya'ni an-nahvi ikki narsa ustida so'zlaydi: so'z va jumla. So'z uchga bo'linadi: ism, fiil, harf. İsim çoğun cihetten katkan isim, yani mebni isim ve özgürüşçü isim ve yani mu'rab isim deb ikkiga bo'linadi. Biz mebni isimlar bilan tanishib bo'ldik. Uningdan keyin biz mu'rab isimlarga kirishdan ilgari mu'rab ismga aloqador bo'lgan ba'zi qoidalar bilan tanishib chiqdik. Uningdan keyin biz mu'rab ismni cho'ng uchga bo'lib tushuntirdik. Ya'ni pesh o'qiladigan isimlar, zar o'qiladigan isimlar va zir o'qiladigan isimlar deb. Biz pesh o'qiladigan, ya'ni marfuat isimlar bilan tanishib bo'ldik. Uningdan keyin biz mansubat isimlar bilan tanishyapmiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda mansubat isimlarning birinchisi bo'lgan maf'ulun bih bilan tanishib chiqdik. Hamda biz bugun maf'ulun fih bilan tanishib chiqamiz. Maf'ulun fih degan nima? Maf'ulun fih deganimiz harakat yuz bergan o'rinni yoki vaqtni bildirish uchun kelgan so'zni biz maf'ulun fih deb ataymiz. Ya'ni harakat yuz bergan o'rinni yoki vaqtni bildirish uchun kelgan so'zni biz maf'ulun fih deb ataymiz. Masalan, safartu laylan, kechida safar qildim. Bu jumlada safar qilishdan iborat harakatningki kechida yuz berganligini bildirish uchun laylan degan so'z keldi. Demak, bu harakat yuz bergan vaqtni bildirish uchun keldi. Unda o'zi laylan nima ekan? Maf'ulun fihgan deymiz. Ya'ni buni o'lchamlik tunishtirilishi ismun mansubun ala taqdiri fi yuzkaru li bayani zamani wuqu'il fi'li aw makanihi. Bu fi taqdiridagi zivar o'qiladigan ism bo'lib, fe'lning tushgan vaqti yoki o'rnini bayon qilish uchun so'zlandi deydi. Ya'ni buningda fi taqdir qilinadi. Shunga buni tarjima qilgan vaqtimizdami fi'ni taqdir qilib tarjima qilamiz. Masalan, safartu laylan, kechida safar qildim. Kechida safar qildim. Agar bu yerda fi taqdir qilinmasa, garchi u so'z vaqtni bildasimi, o'rinni bildasimi maf'ulun fih bo'lmaydi. Masalan, jaa yawmul jumu'a, juma kunisi keldi. Bu jumlada kun degan vaqtni bildiradi, ammo buningda bir fi ma'nosi bo'lmag'achqa buni biz jumladagi o'rni bo'yicha fa'il deymiz. Demak, maf'ulun fih bo'lishi uchun buningda cho'qim fi taqdir qilinishi kerak. Ya'ni fi ma'nosini bilishimiz kerak. Shuning uchun buning ismi maf'ulun fih. Endi bu maf'ulun fih deganimiz harakat yuz bergan o'rinni yoki vaqtni bildiradi ekan. Demak, bu bir ravish ekan. Arab tilida biz buni yana bir atalishi nima? Ravish, ya'ni zarf deb ataladi. Endi bu zarf ikki turli bo'ladi. Vaqt ravishi yoki o'rin ravishi. Biz bu nuqtadan buni ikki turga bo'lib tushuntiramiz. Ya'ni zarfu zaman. Zarfu zaman degan nima? Zarfu zaman deganimiz ma yadullu ala vaqtin waqa'a fihi al-fi'l. Fe'l yuz bergan vaqtni bildiradigan narsa. Masalan, safartu laylan deganga o'xshash. Laylan bu yerda safar qilishdan iborat harakatning yuz bergan vaqtini bildiradi. Endi bu vaqtni bildiradigan ravish, ya'ni harakat yuz bergan vaqtni bildiradiganni biz zarfu zaman dedik. Endi bu vaqt harakat yuz bergan vaqtni bildirgan so'z ba'zida chekiva bo'ladi. Masalan, kecha desak, kechining chekiva. Tong otidi shundaqo. Ammo buning ba'zisining cheki yo'q. Bu nuqtadan biz buni ikki turga bo'lamiz. Mubham, hukmsiz, ya'ni cheki yo'q. Masalan, mubham degan nima deganda ma la yakunu haddun muayyan. Muayyan cheki bo'lmagani. Masalan, zaman desak, zaman degan bu cheki yo'q buningki. Va mahdud, cheklik. Masalan, ma yakunu haddun muayyan. Bu muayyan cheki bo'lgani. Masalan, yawm deganga o'xshash, shahr, usbu' deganga o'xshash. Bularning hammasi zaman ravishi, vaqt ravishi. Lekin bularning nima yo'q? Cheki yo'q. Cheki bor. Ya'ni kun, oy deganlarning nimasi bor? Cheki bor. Endi ravishning ikkinchi turi zarfu makan. O'rin ravishi. O'rin ravishi degan nima deganda ma yadullu ala makanin waqa'a fihi al-fi'l. Fe'l tushgan o'rinni bildiradigan narsa. Masalan, sirtu fawqa ramli.
qumning ustida mangdim. Demak, mengishdan iborat bu ish harakatimning qumning ustida yuz berganligini bildirish uchun fawqa degan bu ravish keldi. Urun ravish keldi. Unda bo'lgan ekan, fawqa nima bo'ladi? Maf'ulun bih bo'ladi. Shuning uchun biz buni fawqa deb so'ra qo'yamiz. Endi bu urun ravishimi cheklik, cheksiz deb ikki turga bo'linadi. Ya'ni mubham, hukmsiz, cheksiz. Mubham deganimiz ma la yakunu haddun muayyan. Muayyan haddi cheki bo'lmagani. Masalan, xalf, keyni desak bu cheksiz gap bu. Mening ash keynining hammasi nima bo'ladi? Xalf bo'ladi. Amam oldi degan gapmi? Cheki yo'q. Ash oldim, ko'zamiyatga yag'ishlik nima bo'ladi? Oldim bo'ladi. Mana bu chek yo'q, mubham bo'lgan zarf makan. İkincisi mahdud, cheklik bo'lgan zarf makan. Masalan, ad-dar deganga o'xshash. Mahdud deganimiz ma yakunu haddun muayyan. Muayyan haddi, ya'ni cheki bo'lgani. Masalan, ho'yla, sinf yoki bo'lmaydi masjid deganga o'xshagan muayyan nimasi bo'lgani, cheki bo'lgan urun ravishni biz nima deymiz? Mahdud deymiz. Mana mayli zarf zamon bo'lsin, mayli zarf makan bo'lsin, ikkilisi yig'ilib nima bo'ladi? Maf'ulun bih bo'ladi. Zarf zaman bo'lsin, mayli zarf makan bo'lsin, ikkilisining ichidan cheki vasi va cheki yo'q. Cheksiz keldiganlaricha bor. Mana bu bugungi darsimizdagi maf'ulun fihga munosabatli bo'lgan tarafi. Demak, maf'ulun fih mana musha daxillashdi. Endi biz mansubat ismning uchinchisi bo'lgan maf'ulun mutlaqni so'zlaymiz. Maf'ulun mutlaq. Bu maf'ulun mutlaq degan nima deganda, maf'ulun mutlaq deganimiz bu bir masdar. Bu bir fe'ldan keyin keladigan masdar. Buni o'xshamaydigan tarafi bu fe'ldan keyin keladigan masdar shu fe'lning lafzidan chiqqan masdar. Demak, maf'ulun fih deganimiz fe'ldan keyin shu fe'lning lafzidan chiqqan masdar. Masalan, endi maf'ulun mutlaqning o'lchamlik tunishtirishi, maf'ulun mutlaq deganimiz masdarun yuzkaru ba'da fi'lin mushtaqun min lafzihi deydi. Maf'ulun mutlaq deganimiz fe'ldan keyin so'zlanadigan masdar. Qanday masdar? Mushtaqun min lafzihi. O fe'lning lafzidan chiqarilgan. Demak, shu fe'lning lafzidan chiqarilgan bo'lib, shu fe'ldan keyin so'zlanadigan nima? Masdar. Masalan, darabtu darban. Darabtu darban. Daraba degan fe'ldan keyin darban degan masdar so'zlandi. Bu masdar daraba degan fe'lning lafzini qanday qilgan? Chiqqan. Demak, bir fe'ldan keyin shu fe'lning lafzidan bir masdar kelgan bo'lsa, bu masdarni biz nima deymiz? Maf'ulun mutlaq deymiz. Endi maf'ulun mutlaq ba'zida shu fe'lning ma'nosini kuchaytirib keladi. Ba'zida shu fe'lning turini bayon qilish uchun keladi. Ba'zida shu fe'lningki sonini bayon qilish uchun keladi. Masalan, darabtu darban. Millatdagi ta'kidlash uchun kelgani, ma'nosini kuchaytirish uchun kelgani darabtu darban. Bu darabtu darban degan bu jumlada rasa urdim degan ma'nosini beramiz. Rasa urdim. Chunki darban degan bu masdar darabtuninki ma'nosini qanday qildi? Kuchaytirib berdi. Ikkinchidan turini bayon qilish uchun keladi degan. Ya'ni ish harakatining turini. Masalan, jalastu jalsatat talibi. O'quvchining o'ltirishida o'ltadi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'ltirishdan iborat ish harakatininki turini bayon qilib berdi. Ya'ni o'quvchining o'ltirishida o'ltirganlikdan iborat bir turini qanday qildi? Bayon qilib berdi. Bu yerdagi jalsamu jalasa degan fe'lninki lafzidan qanday qilgan? Chiqqan masdar. Demak, bir fe'l kelib, shu fe'ldan keyin shu fe'lning lafzidan masdar kelgan bo'lsa, buni biz nima deymiz? Maf'ulun mutlaq deymiz. Uningdan keyin biz bu masdar nima uchun kelgan degan qaraymiz. Ta'kidlash uchun keldimi? Turini bayon qilish uchun keldimi? Sonni bayon qilish uchun keldimi? Buni qaraymiz. Uchinchisi nima uchun keladi? Sonni bayon qilish uchun keladi. Masalan, jalastu jalsatayn. İki o'ltirishda o'ltirdim yoki darabtu darbatayn. İki urishni qanday qildim? Udim deganga o'xshagan. Demak, keyin sonni bildiradigan masdar, sonni bildiradigan masdar kelgan bo'lsa, shu fe'lning lafzidan chiqqan, buni biz sonni bayon qilish uchun keldi deymiz. Demak, maf'ulun mutlaq fe'ldan keyin shu fe'lning lafzidan chiqqan masdar. Bu ba'zida ma'nosini kuchaytirish uchun, ya'ni ta'kidlash uchun, ba'zida shu ish harakatining turini bayon qilish uchun, ba'zida shu ish harakatining sonini bayon qilish uchun keladi deymiz. Endi maf'ulun mutlaqninki omili, ya'ni fe'li
Qanday bo'ladi deganda omili. Maf'ulun mutlaqning omili, masalan, darabtu darban. Biz bu yerda darban nima dedik? Maf'ulun mutlaq dedik. Bu maf'ulun mutlaqning omili fe'li qaysi desa daraba degandiki, darabtu deki, daraba degan fe'l, darabaning nimasi deymiz? Omili deymiz. Ya'ni maf'ulun mutlaq bo'lishning sababi shu-ku. Fe'l kelmagan bo'lsa biz uni maf'ulun mutlaq demaydik. Demak, omili shu. Endi bu maf'ulun mutlaqning omili bundaq 3 turlik bo'ladi. Birinchisi mutasarrif tam fe'l bo'ladi. Ya'ni mutasarrif deganimiz mazi ismi chiqadigan, mudori ismi chiqadigan, amr ismi chiqadigan, turiladigan fe'l deganlik. Tam deganimiz naqis emas. Ya'ni o'zining ma'nosini ifodalashda bir ismliq jumlaga nima bo'lmaydi, ehtiyojlik bo'lmaydigan, xuddi koniga o'xshash bir o'zining ma'nosini ifodalashda ismliq jumlaga ehtiyojlik bo'lmaydigan to'liq fe'l deganlik. Demak, mutasarrif tam fe'l bo'ladi. Birinchidan maf'ul mutlaqning omili. Xuddi darabtu darban deganga o'xshagan va iqra durusaka qiroatan jayyidatan. Darsingni yaxshi o'qi desam, bu yerdagi iqro degan qiroatan biz maf'ul mutlaq deymiz. Nima uchun? Chunki bu iqro degan fe'lning labzidan chiqib, u fe'lning keyin so'zlangan masdar bo'lg'achqa biz buni deymiz maf'ul mutlaq deymiz. Endi bu qiroatdan degan maf'ul mutlaqni shuning uchun biz nima o'qidik? Zavar o'qidik. Chunki maf'ul mutlaq mansubat ismining qatoridan. Iqra durusaka qiroatan. Endi bu maf'ul mutlaqning omili qaysi desa, iqro degan fe'l bu maf'ul mutlaqning omili deymiz. Agar bu fe'l kelmagan bo'lsa, u maf'ul mutlaq bo'lmaydi. Shuning uchun biz omilni iqro deymiz. Demak, maf'ul mutlaqning omili birinchidan nima bo'ladi ekan? Tam mutasarrif fe'l bo'ladi ekan. Ikkinchidan masdar bo'ladi. Shu fe'lning masdarimi yana maf'ul mutlaqning musi bo'la oladi, omili bo'la oladi. Masalan, inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Endi bu yerdagi jaza degan masdar, jazaa'ukum degan masdardan keyin keldi. Endi fe'ldan kelgan bo'lsa, o shaklda maf'ul mutlaq deydik. Endi masdardan keyin bu yerda masdar keldi. Buni deymiz, ya'ni jazaa'ni deymiz, maf'ul mutlaq deymiz. Qani buning omili fe'li desa, bu yerdagi jazaa'ukum degan masdar o'zining fe'lining amalini qilib, jaza' degan maf'ul mutlaqning omili bo'ladi deymiz. Mana bu maf'ul mutlaqningki masdar omil bo'la oladigan tarifi. Üçüncüden u fe'ldan chiqqan sifatlar, ism fa'il deganga o'xshagan, ism fa'ilmi nima bo'la oladi? Maf'ul mutlaqning omili bo'la oladi. O'zining fe'lining amalini qilib turib. Masalan, ana madihun Zaydan madahan yastahiquhu. Men Zaydni u Zayd loyiq bo'ldigan ravishda maqtug'uchi degan bu jumla qarasak, ana madihun Zaydan madahan yastahiquhu. Bu yerda madahan degan bu masdarni biz nima deymiz? Maf'ul mutlaq deymiz. Qani buningdan ilgari so'zlangan fe'l desa, bu yerda u fe'l kelmay, fe'ldan chiqarilgan sifat keldi. Ya'ni ism fa'il madihun degan ism fa'il, madahan degan maf'ul mutlaqniki omili deymiz. Demak, bu yerda maf'ul mutlaqning omili bo'ldi, sifat bo'ldi. Ya'ni ism fa'il bo'ldi deymiz. Demak, maf'ul mutlaqning omili birinchidan mutasarrif tam fe'l bo'ladi, ikkinchidan masdar bo'ladi, uchinchidan sifatul mushtaqqa minhu. Ya'ni undan chiqarilgan sifat nima bo'la oladi? Maf'ulun mutlaqning omili bo'la oladi. Endi maf'ulun mutlaqning omilini tushundik. Endi bu maf'ulun mutlaqning omili tashlanib, ya'ni bu maf'ulun mutlaqning fe'li tashlanib, maf'ulun mutlaq yolg'iz ishlatiladigan o'rin bormi desa, bor. Maf'ulun mutlaqning omili tashlanib, maf'ulun mutlaq yolg'iz qildigan yo'chi bor. Omilning tashlanishi to'g'ri bo'ldigan yo'va va kaskin tashlashga tegishli bo'lgan o'rinlarmi-chi bor. وقد يحذف فعله جوازا لقيام القرينة. Ba'zida u maf'ulun mutlaqning fe'li tashlanadi liqiyamil qarina. Bir qarinaninki dalilning bo'lganligi uchun, ya'ni u fe'lni akamizsakmi, ma'na bilinganligi uchun uning fe'li tashlansa bo'ladi. Bu to'g'rilik tarafi. Masalan, quduman mubarakan deymiz. Bir odam kelgan bo'lsa, quduman mubarakan. Bu yerdagi qudumanni biz nima deymiz? Maf'ulun mutlaq deymiz. Qani buning omili, qani buning fe'li desa, bunun beshida tashlangan, tashlayotdiq. Ya'ni qadimta quduman mubarakan deymiz. Mana bu to'g'rilik yo'liga asosan. Ammo kaskin buning fe'lini tashlash vojib bo'lgan, uning maf'ul mutlaqni yolg'iz akilish zurur bo'lgan o'rinlar bor. Bu qaysi deganda bu simoy. Arablar tashlab akaganlik uchun biz mi tashlaymiz? Shuning uchun buni kaskin tashlash kerak deymiz.
Arabda tashlab akelsa, biz uni birga akelsak-chi bo'lmaydi. Wa yuhzafu fi'luhu wujuban likawnihi sama'iyan deydi. Va tashlanadi u maf'ulun mutlaqning fe'li vojiblik yo'liga asosan sama'iy bo'lganligi uchun, arabni shunda anglaganligimiz uchun bizning mu tashlab akelishimiz uchun vojib bo'ladi. Arablarni hech qachon fe'lni bilan akab boqmagan. Masalan, shukran deydi. Biz buni maf'ulun bihning misolida so'zlab saptimiz. Bu xato. U shukranda fe'li tashlangan, bu maf'ulun bihning misoli emas, maf'ulun mutlaqninki misoli. Demak, bu yerdagi shukran maf'ulun mutlaq deymiz. Qani fe'li desa, shakartuka shukran. Shakar degandagi fe'li tashlangan, ammo bu yerga tashlash vojib. Biz boshqalarga rahmat demoqchi bo'lsak, shukran deymiz, shakartuka shukran demaymiz. Buning misollari ko'p. Masalan, sabron deymiz. Sabron ali yasir deganga o'xshagan. Sabron desakmi, bu yerda uning fe'li qanday qilingan? Isbir sabron degan gap. Isbir degan fe'li qanday qilingan? Tashlangan. Buni arablar shu bo'yicha ishlatgan. Biz shu bo'yicha ishlatamiz. Uning fe'lini bil akasakchi xato bo'ladi. Hamda biz maf'ulun mutlaqni tushundik. Hamda jumlada maf'ulun mutlaqning o'rniga o'tib oladigan so'zlar bor. Maf'ulun mutlaqningki o'rnida izbasar bo'ladigan so'zlar bor. Bu qaysi so'zlar, qaysi turdagi so'zlar bu maf'ulun mutlaqdan izbasar bo'ladi, o'rin basar bo'ladi deganda yanubu anil maf'ulun mutlaq o'rin basar bo'ladi maf'ulun mutlaqdan kul, ba'd, ayyu degan lafzlar. Bular shu masdarga, shu maf'ulun mutlaqqa, aslida maf'ulun mutlaq bo'lishga tegishli bo'lgan, maf'ulun mutlaqqa muzab bo'lgan kul, ba'd, ayyu degan lafzlar. Ya'ni bu kul, ba'd, ayyu degan bu lafzlar asli maf'ulun mutlaqqa muzab bo'lib qolsa, biz maf'ulun mutlaqni u muzab bo'lgan aslidagi masdarni demaymiz. Nima deymiz? Bu kul, ba'd, ayyu degan lafzlarni maf'ulun mutlaq deb hukm beramiz. Maf'ulun mutlaqdan bu o'rin basar bo'ladi. Kul degan tushunishlik, ba'd degan ba'zi degan tushunishlik, ayyu degan bu kamoliyatni, to'liqlikni bildiradigan ayyima. Masalan, fala tamilu kullal mayli. Ya'ni mayl olmanglar, hamma mayl olishda, ya'ni bak maylab ketmanglar demakchi bu yerda, bu oyatda. Masalan, fala tamilu degan fe'lning lafzidan al-mayl degan masdar chiqdi. Asli bu al-maylni biz maf'ulun mutlaq deydik. Lekin bu oyat unda demaymiz. Nima uchun? Chunki bu al-mayl degan bu masdarga kullu degan lafzi mudab bo'lib keldi. Shuning uchun bu yerdagi kullini al-mayl degan maf'ulun mutlaqdan o'rin basar bo'lib, maf'ulun mutlaq degan hukmni kulluga beramiz. Shuning uchun kulni o'qiladi, zivara qiladi. Fala tamilu kullal mayli. Demak, bu kul, ba'd, ay deganlar shu masdarga muzab bo'lgan vaqtida maf'ulun mutlaq. Shu fe'lning lafzidan chiqqan masdarga muzab bo'lgan vaqtida maf'ulun mutlaq bo'ladi. Maf'ulun mutlaqning izbasari bo'lib, maf'ulun mutlaq degan hukm beriladi. Fala tamilu kullal mayl deganga o'xshash. Ijtahadtu ba'd al-ijtihad. Ya'ni asli ba'di kelmagan bo'lsa, ijtahadtu ijtihadan. Bu yerdagi ijtihadan nima bo'ladi? Maf'ulun mutlaq bo'ladi. Endi bu masdarga, shu fe'lning lafzidan chiqqan masdarga ba'di degan so'zni bo'lib qolibdi, muzab bo'lib qolibdi. Bunda vaqtida biz ba'dini nima deymiz? Ba'dini maf'ulun mutlaq deymiz. Chunki bu shu masdarga muzab bo'lganligi uchun. Ya'ni aslidagi maf'ulun mutlaq bo'lishga tegishli bo'lgan masdarga muzab bo'lganligi uchun maf'ulun mutlaq degan hukmni biz ba'diga beramiz. Shuning uchun ijtihadtu ba'dal ijtihadda ba'dini zivara qo'yamiz. Sururtu ayya sururin. Bu yerdagi ayni biz kamoliyatlikni, mukammallikni bildiradigan ayy dedik, ha? Istifhom emas, shartiya emas. Ya'ni sururtu ayya surur degan gap kamoliyatni bildirgandan keyin bunga intayin to'liq xush oldim degan bu. To'liq xushol bo'ldim degan bo'ladi. Demak, bu yerdagi ayyumi sururtu sururan bo'lgan bo'lsa, surura maf'ulun mutlaq bo'ladi. Endi bu masdarga ayy muzab bo'lib qoldi. Maf'ulun mutlaqni degan hukmni ayyiga beramiz. Chunki bu maf'ulun mutlaqdan bu yerda muzab bo'lishi bilan birga nima bo'ldi? Izbasar bo'lib oldi deymiz. Demak, kul, ba'd, ay degan bu lafzlar masdarga, ya'ni shu fe'lning lafzidan chiqqan asli maf'ulun mutlaq bo'lishga tegishli masdarlarga muzab bo'lib qolsa, bu lafzlar maf'ulun mutlaqdan o'rin basar bo'ladi. Ya'ni o'rnini egallab oladi. Maf'ulun mutlaq degan hukm mushu lafzlarga beriladi. Ham ikkinchisi, ya'ni maf'ulun mutlaqdan o'rin basar bo'ladigan ikkinchisi qaysi desa, al-masdarul muradif.
Yani mutaradif yoki. Yani mandash masdar. Shu fe'lning lafzidan chiqqan masdarini bo'ladi, maf'ul mutlaq bo'ladi. Endi shu fe'lning lafzidan chiqqan masdar emas, ma'ni jihatda shu fe'lga o'xshash, ammo lafzi o'xshamasimi, ma'ni jihatda shu masdarga nima bo'lsa, murodif bo'lsa, mandash bo'lib qolsa, bu nima bo'lalaydi? Maf'ulun mutlaqning o'rnini egallaydi. Masalan, qa'ada degan gap o'ltadim degan gap. Qa'adtu qu'udan bo'lgan bo'lsa, bu eng asli holatdagi shu fe'lning lafzidan chiqqan masdar bo'lib maf'ul mutlaq bo'ladi. Endi qa'adam o'ltidim, jalasam o'ltidim. Ma'nisi bir, lekin lafzi bir emas. Bunda vaqtimi mandash masdar keldi. Gerçi uzun lafzidan chiqmasimi, mandash bo'lganligi uchun maf'ul mutlaqning o'rin bosar bo'ladi. Ya'ni maf'ul mutlaqning o'rniga keladi. Qa'adtu julusan. Yani julusanni biz maf'ul mutlaq deb sizga berib qo'yamiz. Üçüncüsü ismul ishora. Ya'ni shu masdarni ko'rsatgan ismul ishora. Asli maf'ul mutlaq bo'lishga tegishli masdarni ko'rsatgan ism ishora. Masalan, ijtihadtu zalikal ijtihad. O şu tirishdim desak, ijtihada fi'il tuju fa'ili. Zalika biz maf'ul mutlaq deymiz. Asli ijtihadtu ijtihadan bo'lgan bo'lsa, ijtihad maf'ul mutlaq bo'ladi. Bu yerdagi masdarni zalika degan ism ishorat ko'rsatganlik uchun bu maf'ul mutlaq, ya'ni masdardan maf'ul mutlaqdan iz basar, o'rin basar bo'lib o'rinni egallab oldi. Shuning uchun biz maf'ul mutlaq degan hukmni zalikaga beramiz deymiz. To'rtinchidan son. Son nima bo'laydi? Maf'ul mutlaqdan o'rin basar bo'ladi. Ya'ni aslidagi shu maf'ul mutlaqninki sanab kelgan son. Masalan, fajliduhum 80 jalda. Asli fajliduhum jalda bo'lgan bo'lsa, jalda maf'ul mutlaq bo'ladi. Endi bu yerga son keldi. Bu yerda son maf'ul mutlaqdan o'rin basar bo'ldi. O ya'ni o'rinni egallab oldi. Shuning uchun bu yerda biz maf'ul mutlaq degan hukmni nimaga beramiz? 80 degan songa beramiz. Onundan keyin shu masdarga, ya'ni asli maf'ul mutlaq bo'lishga tegishli shu fe'lning lafzidan chiqqan masdarga qaytadigan domirmi nima bo'ladi? Maf'ul mutlaq bo'ladi. Masalan, la u'azzibuhu ahadan min al-alamin. Inni u'azzibuhu azaban. Qaranglar. Bu oyatning 5-i inni u'azzibuhu azaban. Men uni azoblayman bir azoblashda. U'azzibuhu azaban degandiki bu azaban nima bo'ldi? Maf'ul mutlaq bo'ldi. Endi u oyatning yine keyinda la u'azzibuhu, ya'ni azoblamaydi, u azoblashda dedi. Bu fe'lning keyindagi hu degan zamir azaban ilgarisidagi azabanga qanday qildi? Qaytdi. Demak, u'azzibu degan fe'lning lafzidan chiqqan masdarga qaytganligi uchun bu yerdagi bu domirni biz nima deymiz? Maf'ul mutlaq deymiz. Inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al-alamin. Yani inni u'azzibuhu azaban, bu jumlada u'azzibu fe'l oldi. Azaban chu maf'ul mutlaq bo'ladi. Endi uning keyinda la u'azzibuhu azoblamayman, u azoblashda deb berdik. Bu domir azabanga qaytganlik, ya'ni masdarga qaytganlik uchun bu domirni biz maf'ul mutlaqdan qanday qildik? İzbasaq ekeldik. Ya'ni fe'ldan keyin shu fe'lning lafzidan bir masdar kelgan bo'lsa maf'ul mutlaq bo'ladi. Hamda fe'ldan keyin shu fe'lning lafzidan keladigan masdarga qaytadigan domir bo'lib qolsa nima bo'ldi? Maf'ul mutlaqdan o'rin basar bo'lib, shu domirga maf'ul mutlaq degan hukmni beramiz. Ya'ni shunga o'xshash. La u'azzibuhu ahadan min al-alamin. 5-i inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al-alamin. Onundan keyin istifamiya va shartiyaning ayyisi. Yani bu yerdagi ayya mayli istifamiya bo'lsin, mayli shartiya bo'lsin, qanday alam bo'lmasin, bu shu masdarga muzab bo'lib kelgan vaqtida nima bo'ladi? İzbasara bo'ladi. Masalan, va say'alamul ladzina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Bu yerdagi ayni biz maf'ul mutlaq deymiz. Chunki bu yerda asli ayya yanqalibun inqilaban. Shundaqmi? Ammo bu yerda ayya istifamiya. Bu yerdagi aynin bo'ladi, maf'ul mutlaq bo'ladi. Ayya munqalabi yanqalibun. Ayya sayrin tasiru asiru. Bu yerdagi shartiya. Qaysi mengashni mangsangiz mangaman? Qaysi mengashni mangsangiz mangaman? Ya'ni bu yerdagi
ayya sayrin. Sayrin degan masdarga nima bo'ldi? Muzab bo'ldi. Bu yerdagi ayya tasirun asiru deganniki asiru degan fe'lninki nima bo'ldi? Maf'ulun mutlaq bo'ldi deymiz. Ayni biz bu yerda deymiz maf'ulun mutlaq deymiz. Ya'ni maf'ulun mutlaqni o'rin bosar bo'lib keldi. Demak, ayya istifhomiya bo'lsin, shartiya bo'lsin, shu masdarga nima bo'lib kelsa, muzab bo'lib kelgan vaqtida bu maf'ulun mutlaqdan o'rin bosar bo'ladi. Oxirda al-ala, ya'ni olat. Ish harakatni olib borgan olat, ya'ni saymanmi nima bo'ladi? Maf'ul mutlaqdan o'rin bosar bo'ladi. Masalan, darabtuhu sawtan. Udim men uni qamchilab udim. Desak, bu yerdagi urushdan iborat bu ish harakat qamchilar yuz berdi. Demak, bu yerda sawtan degan bu ismi olat bo'lgan, ya'ni sayman bo'lgan, vosita bo'lgan bu so'z nima bo'ladi? Maf'ul mutlaqdan o'rin bosar bo'ladi. Ramaytu sahman, o'qiya atdim deganga o'xshagan. Endi ba'zi yana birisi, bu yerda so'zlanmay qolgan yana birisi sifat, ya'ni shu maf'ul mutlaqning sifatimi maf'ul mutlaqning bo'ladi, o'rin bosar bo'la oladi. Masalan, ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kathira. Shundaqo, endi bu yerda uzkurulloha zikron kathira deb kelsa, bu zikron uzkuruniki maf'ul mutlaq bo'ldi. Endi bu yerda maf'ul mutlaqni ekamay uzkurulloha kathira desak bu jumla to'g'ri bo'ladi. Uzkurulloha kathira desak to'g'ri bo'ladi. Bu yerda kathirani biz nima deymiz? Maf'ul mutlaq deymiz. Maf'ul mutlaqni o'rin bosar bo'lib kelganligi uchun. Nimaga asosan? Chunki bu yerda zikron degan bir mavsuf qanday qilingan, tashlangan. Bu yerda sifat maf'ul mutlaqdan bo'ldi, o'rin bosar bo'ldi deymiz. Sifat nima bo'la oladi? Maf'ul mutlaqdan o'rin bosar bo'la oladi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.